Har qaytim shakar pirani qilsam men o'ylagandek yumshoq chiqmayotidi degan go'zal xonim qizlarimizga bugun oilada shakar piranikning oddiy ham o'lchamli tayyorlash usulini olib keldim. Tayyorlash usulimi shunchalik bek oson, birlik ko'rsanglar o'rganib olasizlar. Ketarli xurishlarni ekran yuziga tafsili yezib qo'ydim. Mushu bo'yicha foydalanib olsanglar bo'ldi. Avval pokiz bir qachimizga bir tal tuxum bilan shakarni to'kib, yaxshi aralashtirib, ozroq ko'ptirib olamiz. Mushu xil holat o'tgan vaqtda hasal, sumay, sutni to'kib, buni o'xshashlar tekshir aralashtirib olamiz. Xurishlarimiz to'liq aralashib bo'lgandan keyin oxirida un, soda, powdani to'kib, paloq bilan yoki qo'limiz bilan yenik aralashtirib yo'g'irib olamiz. Xemirni bek kuchab yo'g'irib o'tmaymiz jumu do'stlar. Xemirimizni boshlanma bilan ig'izni him etib 15 minut yaxshi tindirib olgandan keyin ambal yuziga ilib bekmi qilin emas, bekmi nepiz emas, albatta ichib o'zimiz yaxshi ko'rgan shakllar bilan mushuni o'xshash shakllarni chiqarib 100 ni shakarga besib etgandan keyin oldin qizilgan duxovkada 170 gradusda 15 minut atrofida pishirsak tayyor bo'ldi. Sizlar uyda cho'qim bir qaytim sinab